Bir Chust tumani Olmos massivi mahalla. Shuva mahalla. İsmi Sharifingiz? Maqluba Jumanova. Necha yil bo'ldi bu yerda yashayotganingizga? 98-yilda kelganman. Qariyb 30 yil bo'lyapti. Bu yerga turmushga chiqqansiz? Ha, ajrashdingizmi bular bilan? Ha, shu bilan. Ular uylandimi? Uylanuvdi, xotin o'lib qoldi. Endi shunday bo'lsa ham, aniqlikda uyni buzamanda. Ashta bir xona eski uy borda ashta turuvdik. Hozir mana shu bir xonani berishdi, buni ham buzamiz deyishadi. Xo'jayinning uyida bu. Ha. Shunga buzish kerak. Kuy solaman, tezroq buzaylik deyapti. Ajrashgan xo'jayiningizni uyimi bu? Demak siz qariyb 30 yil bo'lyapti turmushga chiqqansiz. Necha farzand ko'rdingiz bulardan? Bitta qizim bor, xolos, o'g'lim orqamdan kelgan o'g'lim bor. Ha, bu ikkinchi turmushingiz. Ha, birinchisi. Necha yil yashadingiz bular bilan? Bular bilanmi? Shu 98-yilda 5-fevralda kelganman shu xonadonga kelin bo'lib. Qachon ajrashdinglar? 2015-yili 22-yanvarda. O'g'lim Necha yosh? 97-yil. Bu yerda ishlayapti hozir. Qizim bu yil 11ni bitiryapti. Bitiryapti. Shu turibsizlar, ha? Ha, xonada. Bu tomorqani kim quryapti? Beton. Tomorqani qilmam, qaynag'am. Xo'jayiningizning ukalari farzandlariga uy boshlayapti. Shunaqa shekilli. O'g'lingiz qayerda? O'g'lim Qo'qonda ishlagan ketdi. Mardikor. Ishlagan ketdi. Aka-ukangiz bormi? Aka-ukam bor. Bitta akam bor edi, o'lib qoldilar. Bitta akamda uni 5 ta qizi bor. U ham o'zidan otdi. O'zi bilan o'zi. Bitta ukam bor, 3 ta o'g'li bor, o'zi Rossiyada ishlaydi u ham. Bitta singlim bor. U ruhiy betob hozir больницада ekan. Opacham bor, opacham ham xo'jayinga o'tib qolgan. U ham o'zi necha bir tug'ishgansizlar? O'zi 7 ta farzandmiz. Birinchi xo'jayingiz qayerda? Birinchi xo'jayin avvaliga o'lib qolganlar. O'g'lingiz otasi? Ha. Qayin yurt bilan aloqa yo'q. Yo'q, qaynonam o'tib ketdi, ancha bo'ldi. Ota-onam o'tib ketdi. Ota-onam tirik bo'lganda shu xonani ko'rsatganda allaqachon ota-onam uy joy qilib bergan bo'lardi. Endi hozir ukam keldi, ukamga borganim bilan kelin kelsak, kelin qilish kerak. Endi unga ham oson tutmayman. Endi chiqib ketishga vatan yo'q. U joyda uy solmoqchisiz. Uy solishim kerak. Bu joy xat hujjati bormi? Hech narsasi yo'q. Hali hech narsa qilish. Kimning joyi ekan? Ko'rsak bo'ladimi? Ha, yuring. Bu joy men kelin bo'lganda ozgina yer edi. Shuni ochib, o'zimiz mehnat qilib, agorod qilamiz deb aytgandik. Ochuvdik. O'z yer edi. Bu mana qir bo'lganda, shu qirni tekislab yer aniqladik, ochuvdik. Shunga qilyapti shu xo'p. Betonni quyib qo'ydingiz. Ha, betonni bir balo qilib qo'yib qo'ydik, o'g'ilmoqdan bog'dan qilib ishlayapti. 1,5 sotik, 2 sotik joy ekanda. Ha, tushunarli. O'zim aytdi, ishlayman bozorxonada. Qancha topasiz kuniga? 80 ming topaman. 80 ming berishadi, 11-12 gacha ishlayman. Men hozir qizimning kiyimiga, kitobiga shunaqa ketib qolyapti. Bu yil bitiruvchi ekan, venitga olaman deydi. Uy tigaman deydi. Endi u ham katta qiz, olib bermasangiz yana bo'lmaydi. Siz achinadigan odamlar ham bormi? Yordam bergisi keladigan. Yordam bergim keladi, nimagaki o'zim aniqsam. Lekin shunday bo'lsa ham oson etki-bitkisiga borib qolsam, qiynalganini ko'rsam beraman yordam. Nimagaki shu ham menga o'xshagan. O'sha yerda tursak, bunisi xola duo qilib qo'ying, bunisi tashlab kelsa, o'shani o'zimga olmayman. Qiynalgan inson bo'lsa, hey, shular beraman yordam. Chunki o'zim qiynalyapman-ku. Bu ham menga o'xshab qiynalyapgandi. Bu ham menga o'xshab qiynaladi. Hozir shu kimni ishiga aytsam shu ishni qilyaptim. Uyimni tozalab bersa, uyimni tozalab beryaptim. To'ylatimni tozalab bersa, to'ylatni tozalab beryaptim. Yashash kerak, yashash uchun. Yashash kerak, ishlash kerak, yashash uchun. Endi hayot shunaqa ekan, bilmayman. O'rtacha qancha topasiz kuniga? Menga 80 mingdan oshmaydi. Nimagaki, endi majburman ishlashga. Sog'ligingiz qanday? Yuragim mana gruppada turaman, naqada. Gruppada emas, ro'yxatda turaman. Haligi mazam bo'lmaydi, yuragim yaxshi emas. Ishonasizmi, shu yerga kelganda 28 yil, 27 yil bo'lgan bo'lsa, hali bir yayrab anaqani eslolmayman-da. Bir 12 ming so'm pul o'sha paytda 15 ming, 12 ming ishlagan payt bo'lgan, 12 ming so'm pul topib olib borganman. Chust parkiga olib borgansiz? Ha, parkga olib borganman. 12 ming so'm pul hech narsaga bo'lmagan. Hattoki bitta kachilega qizim chiqdi, bittasiga anaqa keyingisiga yetmagan. Mana o'g'lim aya men tomosha qilyapman-ku. Singlim chiqsin, mayli, men chiqmayman deb anaqa qilgan. Ha, bilardi pulni yo'qligini, qiynalganligimizni, keyin chiqib qo'ysak, qizim aya
uni yeyman, mana buni yeyman. Ishonasizmi? O'shanda shu olib berganman yo'lkiramga, olib berdimda, keyin kelayotganda Shokirga amaki shunaqa bo'ldi, keyin qilib beraman. Allohga shukr, dunyoda yaxshi insonlar ham ko'p ekan. Bo'ldi qizim, tushundim. Dedi endi balkim g'alati tushungan odamlar bo'lgan, Allohga shukrki olib kelib qo'yishgan. O'shanda ichimdan sinib kelganman. Hech kim bilmaydi. Nimaga o'z ichingizda o'tganini o'zingiz bilasiz. Hali bolalaringizni xursand qila olmasangiz, yo bir aniq qila olmasangiz, ichingizda armon qolardi. Keyin bilasizmi? Ashu o'g'lim aytganda, aya maktabga borib, da qarayman sinfdoshlarimdan sesi yegim kelardi. Aya deydi, xijolat qilardim shu insonlarga qarashga deydi, shu yeyotgan narsaga qarashga xijolat qilardim deydi-da. Kimga o'rtog'im bo'lardi, Elyor degan deydi, Azibek, men ikkalam yeymiz deb, ash o'rtog'im bo'lsa yaxshi inson deb shunaqa degan edi. Siz esimdan chiqmaydi. Ishonasizmi? Namanganni ko'rmaganman. Shu yoshga kelib. Shu yoshga kelib Namanganni ko'rmaganman. Lekin bir marta miyam qattiq og'rib, tulish anaqaga tushib qolgan paytimda akam qattiq bansaga olib borib, o'zi mashinada qaytarib kelgan. Namanganni qayerligini bilmaganman. Lekin o'ynagani yo park, yo'q, unaqa joylarga hayotda aniqmaganman. Chunki qaynamga qaradim, bu yerda nima mehnat bo'lsa qildim, bolam uga gap tegmasin deb, aniqmasin deb shu bolam orqasidan mehnat qildim. Men bu hammasiga chidayman. Faqat men bu marani izishlarga chidamayman-da. Hozir uyimni bo'shatyapti. Uyim yo'q, qayerga chiqib o'tiraman. Osonimizdan men o'zi yavlik yolvorib zo'rg'a shu buzmay turdi, shunisi ishdan kelganlar ovqat qilib ana qildim. Shunaqa sharoitim shu. Qachon qozon qaynadi? Qozon qaynagan emasman, nega desiz, ertalab ishga ketaman, kechqurun soat 11 da kelaman. O'tinimiz ham yo'q, mana ko'rib turibsiz. O'tin ham yo'q. Qishda qanday chiqdingiz? Tushunmadim. Qishda qanday chiqdingiz? Qishda 3-4 qavat ko'rpalar bilan pechka ham yo'q, mana ko'ring, pechka ham yo'q. Pechkamiz o'zi yo'q, mana atrofda ko'rinmayapti. Shu yerda qarib 28 yil yashayapsiz. 28 yil bo'ldi. Shu o'g'lim bir yashar edi. O'rin topmadingiz-a? Yo'q. Shu paytda hech kimga aytmadim. Hayotim shunaqa, hech kim, hatto qo'ni-qo'shnilarga ham chiqib qiynalyaptim degani yo'q. Hech kimga aytmadim. Bilmasam, men xijolatchimarsa, xijolat qilmoqman. O'zim shunaqa narsalar ko'rsam, qo'limdan kelsa yordam bergim keladi, yig'lab olaman. Qo'limdan kelsa yordam bersam, nimaga qarab shunaqa ekan. Sog'lig'im, uy-joy bo'g'alardan tinch yashasam, shu o'g'limni uylab qizimni chiqarib olsam keyin. Ota-onamiz aytsa, yosh bo'lganmizda, o'ynab yurgan bo'lgan ekanmiz. Mana endi hayotni o'zimizni boshimizga tushib shunaqa ekan hayot. Achchiq ekan hayot. Hayot, ana charchadim. Hammasidan charchadim. Yashashdan ham charchadim aka. Sizga rahmat aka. Assalomu alaykum. Uylarni boraymiz. Tinchmisiz? Men sizni tanimasdim, sizni yozib ham chaqirganim yo'q. Allohga shukr qilaman, o'zi Allohdan bo'lib o'z oyog'ingiz bilan kelib qoldingiz. Viloyat hokimini ham, tuman hokimini ham tanimaganman. Rosti ostonga bormayman, xijolat qilardim borishga. Sizdan keyin shu viloyat hokimi bilan kelishdi, mana kelib, shu ertasiga yo'q boshlanib ketdi ishlar. Ular uzoq bo'lsin, topganlarini barakasini Alloh bersin. Alloh rozi bo'lsin shu viloyat hokimlari, tuman hokimlaridan. Alloh rozi bo'lsin aka, sizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Hajim, bilasizmi, 25 yildan buni niyat qilardim. Meni ham uyim bo'larmikin, hali kasal bo'lgan paytimda o'tib qolsam, bolalarim ko'chada qolib ketarmikin degan xayollar bo'lardi-da. Shunaqa aniqlardim. Kechasi bilan Xudoga nola qilib yig'lab chiqardim, bular uyg'onib qolmasin deb, ro'molimni tinchilab olib yig'lardim-da. Alloh meni ham uyim bo'lsin. Menga bir narsa bo'lsa farzandlarim ko'chada qolmasin deb o'ylardim. Endi hozir shunaqa xursandman.
tasavvur qilib bera olmayman, gap bilan aytib bera olmayman. Shunaqa xursandman. Bu kunlar orzu edi. Ammo ichimdan niyat qilardimki, Allohga, Alloh, ilohim meni ham uyim bo'lsa, Allohga shukr aka. Allohga shukr. Hozir hayajondaman. Ishonasizmi? Shunaqa xursandman. Xudoni haqiqat Xudo bor narsa ekanda, shunchaqa kechasi bilan nola qilardim. Namozlarimda Allohga shukr, mana yetishdim aka. Endi menga rahmat. O'zim endi bu yoqni o'zim eplab olaman, Xudo xolisa. Uyim bilasizmi? Odamlarga balkim bu tuylar, bu kichkina tuylar, kulbacha tuylar, lekin menga bu koshona. Uysizlik, qiynalganlar mendan so'rasin, uysizlik qanchalik qiyinligini. Allohga shukr, mana bu men uchun koshona. Xudo xolisa o'g'lim bilan qizim endi kachada yurgan paytlardan, yoshlardan o'tdi. Endi nasib qilsa u farzandlarimni, nevaralarimni nasib qilsa olib boraman Toshkent, Namanganlarga, Xudo xolisa shu kunlarga yetkazsin. Men Namanganni hali bilmayman, topib boramanmi yo'qmi. Endi orzu, bolalarimni olib boraman, Xudo xolisa, nevaralarimni. Endi Xudo xolisa. Mol qo'y qilganmisiz? Mol qo'y havas qilib kerakli bankdan 5 ta qo'y oldik. Qachon? Aniq esimda yo'q, mana 2020-yil bo'lsa kerak. Shu Karantindan oldinmi? Oldim. Har qalay oluvdik, esimda yo'q. Endi Necha million oldingiz o'zi kredit? 11 million. Nechta qo'y oldingiz? 5 ta qo'y edi. Qani qo'ylar? Endi biz nima deydi, hech qayerga bormaganimizga xijolat qilganmiz. Kasal qo'yilgan qar qo'ylar berishgan ekan. Qishdan chiqmadi, bittasi tug'ilmay o'ldi, bittasi qishdan chiqmay yo'talib qolib, o'lib qoldi. Shunaqa bo'lib o'lib qoldi, qila olmay qoldik. Aktiv qilmaganmisiz? Yo'q, o'sha bilmaganman-da, to'lab yuraverganman. Qaysi bankdan dedingiz? Kredit bankdan oldim. MIBdan kelishib, ko'rib endi qiynalayotgan o'sha payt o'g'lim yotib to'shakda muzlatib ketishuvdi. Anaqa bo'ldi, endi sizga hech kim bezovta qilishmaydi deb aytishuvdi. O'sha yig'ilib hozir 18 million bo'lib qoldi. Plastigimga pul tushib qolsa, endi o'zimiz eson qilib 100 ming, 150 ming mana shunaqa kim tashlasa o'sha pul yechib olishayotgan ekan. Keyin surishtirib borsam shunaqa bo'ldi. O'shanda bilmadim, agar bilganimda, agar baribir muzlatib qo'ygan taqdirda ham shunaqa muzlatib qo'ydik, baribir kelib turing deyishganda men borib yechib paplarimni to'lab turardim. Xudo xolisa uni yechamiz. Mana uyimiz bitdi-ku, Allohga shukr, endi sekin harakat qilib yotibmiz. Endi uni ham Xudo xolisa yechib olamiz. Agar banklarga jicham muddat berib tursa, yo'q boraman 100 ming, 50 ming qilib to'lab yopaman, Xudo xolisa. Kreditni muddatini so'rayapsiz? Ha, uzaytirib bersalar, ha, to'layman, Xudo xolisa. Xudo xolisa bandasidan qarz bo'lmayman, to'layman, Xudo xolisa. Viloyat hokimi aytganlardan keyin kadastr qilib berilsa kerak. Kadastr qoldi hozir. Kadastr qoldi, qilib berilsa kerak. Eski buzilib ketdi, eski derazalarni hamma shu eski uyga. Bu tandir o'choqlaringiz, ha? Ha, svetdan foydalanib turibmiz hozir vaqtinchalik. Tandir o'choq qurmadingiz hali? Yo'q, endi Xudo xolisa niyat bor. Bu kunlarimiz endi tushib bo'ldi. Allohga shukr qilaman. Ishonasizmi, hozir o'zim ishlamayapman-da. O'zim chimchilab ko'ryapman, o'g'limni chimchilab ko'ryapman. Xursandman. Shu uy menikimi deb. Ha, shu uy menikimi, kechasi bilan yotaman. O'ylar, xursand ketaman, aytaman, ko'zimni ochsam, ochishga qo'rqardim-da. Hozir ochishga qo'rqaman, shuni olsam, eski uyimga shuni olsam, ishonasizmi, xursand bo'lib turib ketyapman-da. 25 yil yashadingiz, ha? Ha, Allohga shukr, 25 yil yashadim. Mana shu yerda mana o'choqlar, mana Allohga shukr, viloyat hokimi mana shu inson shu gaz sovg'a qildilar. Mana endi turar joyli bo'ldingiz. Xudoga shukr. Endi tag'in odamlar bu dardini aytyapti ekan, yo anaqa ekan demasin. Endi sizni ko'rib, prosta boshimdan o'tgan voqealarni sizni ko'rib aytgim keldi. Nimagaki, men sizni o'z akamday qabul qildim. Mana shu bizni boshimizni silagan, bizga yordam bergan barcha mo'min musulmonlarga Alloh rozi bo'lsin. Hammasiga rahmat aytaman. To umrim oxirigacha ta'zimdaman. Yo'q. Ben razı. Rahmet. Yok. Allah razı olsun. Şu üstüne katta. Şu üstüne. Yok ötesi. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel.
Chustga qatta. Ha, mayli. O ana bo'ldi. 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 Qora bodomga kerak.